Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi tomonidan keng jamoatchilik vakillari ishtirokida navbatdagi ochiq muloqot tashkil etildi. Ochiq muloqotda 2025 yil yakunlari hamda 2026 yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan batafsil hisobot berilib, hududdagi raqobat sohasidagi belgilangan vazifalar ijrosi muhokama qilindi. Bu haqida Qashqadaryo viloyati hududiy boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Adham Oripov intervyusi. Ochiq muloqot davomida hududdagi raqobat sohasida belgilangan vazifalar ijrosi va iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish ko'rsatkichlari jamoatchilik vakillari bilan birga muhokama qilindi. Ijrochilar tomonidan 10 ga yaqin murojaatlar va takliflar qabul qilindi. Jumladan, Oybek Boboqulovning ijtimoiy tarmoqlarda reklama faoliyatini amalga oshirayotgan blogerlar faoliyatini tartibga solish va qonun buzilish holatlariga nisbatan tegishli choralar ko'rish to'g'risidagi murojaati nazoratga olindi. Shu bilan birga uchrashuv davomida Sof xizmat ko'rsatish kompleksi MChJ qo'shma korxonasi direktori Hudud gaz Qashqadaryo gaz ta'minot filial tomonidan korxonaga tegishli 2 ta avtomobillarga gaz to'ldirish quyish shoxobchasiga yoz oylarining tungi vaqtlarida hech qanday asosli sabablarsiz o'zboshimchalik bilan tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yilganligi, qo'mita aralashuvi natijasida masala ijobiy hal qilinganligi uchun hududiy boshqarmaga o'z minnatdorchiligini bildirib o'tdi.